Aka boshlang'ich to'lov kamroq bo'lsin deyishdi, oylik to'lovi ham past bo'lsin deyishdi bitta. Hamma yo'q. aka. Oylik to'lovi 4 million 600 mingdan. Aha, 4 million 600 mingdan chiqadimi? 600 mingdan. Avtomat korobka. Avtomat korobka, lukligi hamma narsasi bor. Aha. Propan gaz bilan 79 ming yurgan. Gazlarga qo'yib qo'ygansiz. Hamma narsa bor. Tayyor mashina. Gerbillar bo'ylari, istab qolmaganda. Amerikankasi bor ekan. Salon holatlari barlariga qo'yib qo'ydingizmi aka? Ichlar salon hamma yog'i cho'tki. Bu haydashga tayyor Tayyor, tayyor. Shunda haydab yuradi. Yumshoq balolarga qo'ydirib qo'yishgan ekan. Bor. Ba'zi bir kanallarda ko'ryapmiz, aka, Gentralar $1000, $800 mana shunaqa bilan chiqyapti. Aka, boshlang'ich to'lov qilinadigan holatda bu nech bilan qilib berasiz? 700 bilan. $700 boshlang'ich to'lov qiladi, xarajatlarni qilib oladi. Keling, mana bunaqa qilamiz, aka. Boshlang'ich to'lovsiz qilib bera olamizmi? Xarajatlarni qilib olishadi. Xarajatlarni qilib olsa, mayli $700 kechsiz ham, aka, tezroq sotib beramiz. Kanalimizning foydasini bilasiz qanaqaligini. Bo'ladimi? Bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsa, bitta pasportga bitta pasport. zalog qo'ymasam, shundan keladi, olib chiqib Hech qanday zarar qilib qo'ymayman. Joningiz sog' bo'lsa, oladigan odamga yaxshiligi buyursin deyman. Nima deyman aka? Salomat bo'ling aka, rahmat.